Сколько стоят ваши часы на руках? Это называется Bugatti Chiron. Стоит 1 800 000. Jacobs & Co. Bugatti. Xo'p, bora. Bu videomiz atirni yaxshi tushunadigan parfyumerlar uchun, ya'ni parfyum ishqibozlari uchun. Kilian Vodka on the Rocks degan atirni yaxshi bilasizlar. Bu sitrus va akkordlarda ochiladigan ambra bilan qo'shilgan parfyum. Undan tashqari Parfums de Marly, Percival aromatlari bor. Ikkalasi ham unisex atir, ham erkak, ham ayollarga mo'ljallangan. Parfyumlarning budjeti ozgina balandroq, chunki ikkalasi ham nisha. Xuddi shu atirlarning qatorida, xuddi shu kategoriyada Marks parfyumini sizlarga tavsiya qilaman. Bu atir xuddi shu atirlarning akkordlarini beradi, faqat narxi budjetliroq, ya'ni hamyonbop. Xo'p, boshida aytib o'tganimdek, atirni faqat yaxshi tushunadigan insonlar bu atirni ishlatib ko'rish kerak. Bu aromat nima uchun O'zbekistonda mashhur emas? Chunki asosan chet el blogerlari va Forbes ro'yxatiga kirgan mashhur insonlar ishlatadi. Parfyumdan boshlanishiga 10 grammdan 50 grammgacha aynan Bev Fragrance do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz o'sha atirni narxini bilmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga podpisatsiya qilib olamiz.